if you hear this song, then go and bend your back. Go and bend your knees, baby, shake it to the max. So the DJ, please turn up the bass. Wow, zo'r tovar. Qidiramiz, topamiz. Topdim-ku. Bu noodatiy obogrevatel oyoq va belni bir zumda isitib qo'yar ekan. Ofis va magazin ishchilari uchun juda ham kerakli tovar ekan. Endi buni biz sinab ko'ramiz. Obogrevatilimizni yoqib oldik, qizishni boshladi. Bu asosan ko'chada yoki zax joylarda o'tirganlar uchun juda ham zo'r ekan. Uje qizib, mana yoqimli issiq tarqatyapti. Menga lekin ochilgan varianti yoqdi, chunki ochib qanaqadir ishingiz bo'lsa bemalol qilaverasiz. Buni ayniqsa divanga qo'yib ham obogrev divan sifatida ishlatsangiz bo'lar ekan. Suhbatdoshingiz bilan issiqqina o'tirasiz. Чтобы я действительно не смогла. Sinovimiz ham tugadi. Obogrevatel o'z vazifasini yaxshi bajarib berdi. Hattoki graduslarni boshqarish uchun rejimlar ham bor ekan. Bu obogrevatelga men 5 balldan 5 ball qo'ymoqchi edim, lekin foydalanish uchun unchalik udobniy emas ekan. Shu sababdan 5 balldan 4 ball qo'yaman. Ha, aytgancha sizga isitgich kerakmi? Profil shapkasidagi do'konlarimizdan bemalol xarid qilishingiz mumkin.